keldik. Hammaga xayrli kech. Bugun ko'pchilikning talab va istaklariga binoan Toshkentning eng sho'x qizi Dilfuza Ismoilovaga keldik. Qani ketdik. Qani ulardan qancha pul chiqardi, ha? Ko'ramiz. Nigor opa, yaxshiyam siz borsiz. Siz hatto hamkasbsiz. Ona shertiga turibdi. Chaqirib bilan tushyaptilar. Boshlalar endi bu Alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lida izlab keldik. O'choqda gul, karvonda pul. Chiqara qoling, yuz o'rmut. Yuz o'rmut bor, bog'ida anori bor. Anorining ichida shaqir-shuqir pullar bor. Ochqin, ochqin, tavoraga sop chiqing. Tavoraga solasiz, boshqa narsaga sop chiqing. eng pozitiv qahramonimiz. Assalomu alaykum. Var qalaysiz qizlar bizga yordam berdilar bu prank organizatsiya qilishga. Birinchi marta chaqirishyapti. Nigora qarang, bitta ko'rsatib qo'y, hamma remont. Mana remont, lekin vashshe qaranglar dahshat. Kech qolamiz. Voy! Voy, pul qani? 15 Bizni boshqatdan yetvoring. Voy, yomon qidiryapsiz, lekin mayda qidirmang, opaginam mayda qidirmang. Dilfuza opa qanchalik shedringlar? Hozir sinab olamiz. 5 tasini kelmaganimiz ham bor. Voy, bu ana shunday. Voy, yomon. Kirib bo'pti. Shirinlik, voy, yo'lingizga yeysizlar. Rahmat qizlar. Voy, men och. Rahmat Dilfuza. Tabarruz. Ramazon. Mana o'zlarga qoldi. Umid o'ylanib qoldilar. Bu pullarni egasi bor qizlar, keyin bilib olasizlar. Nozanini bir gul yuziman. Man Toshkentman. Boshqacha emotsiyadan chiqib ketyapmiz. Oybekka bu joyini обязательно qo'ying. Qarang, kesib tashlasangiz. Bitta barda qilib ketinglar, rozar moqida keladi. Yana kelamiz. Bunaqasi bo'lmagan edi. Mayli, rahmat. Bizga yoqadigan gap keldi degan gap. Man Toshkentning sho'x qiziman.